Bu sizga qorong'uda ko'rish imkonini beradigan kontakt linzalari. Ular xuddi uskunaning o'zi bo'lmagan tungi ko'rish, night vision ko'zoynagi kabi. Eng aqlni ozdiradigan shundaki, bu linzalar ko'zlaringizni butunlay yopiq bo'lsa ham ko'rishga imkon beradi. Bu Xitoydagi tadqiqot laboratoriyasi tomonidan qilingan ulkan kashfiyotdir va uning ishlash usuli juda ham qiziq. Bu linzalar infraqizil nurni yutadigan maxsus nano zarrachalar bilan qoplangan. Bu inson ko'zi odatda ko'ra olmaydigan spektr qismi. Ammo eng katta yangilik mana bu. O'sha nano zarrachalar biz ko'ra olmaydigan nurni biz ko'ra oladigan to'lqinlarga aylantira oladi. Bu esa bizga qorong'uda ko'rish imkonini beradi. Linzalar shaffof, shuning uchun siz odatdagidek ko'rishingiz mumkin. Ammo sizda yashirin xabarlarni o'qish uchun super maxfiy kuch ham mavjud bo'ladi. Eng aqldan ozdiradigan ham shu. Uni sinab ko'rgan odamlar ko'zlari yopiq bo'lsa ham yashirin xabarlarni o'qish osonroq ekanini aytishdi. Nazariy jihatdan kimdir ko'rinmas xabar yuborishi mumkin va agar siz ular tomon qaragan bo'lsangiz, ko'zingiz yopiq bo'lsa ham uni o'qishingiz mumkin. Xitoy laboratoriyasi birinchi versiyasi atigi $200 turishini aytdi. Siz sotib olgan bo'larmidingiz? Men albatta sotib olaman.